Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videoda mollarni qanday qilib tez semirtirish va qanday ozuqa bersa u yaxshi semiradi. Shular haqida batafsil gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib qo'ying. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda like bossangiz video tezroq boshqalarga ham tarqaladi. Unda boshladik. Molni tezroq semirtirish va yetiltirish uchun bunga somon, mana shunday oddiy pichan somon, ya'ni preslangan somon bo'ladi. Xullas, mana shunday somon presni mana shunday idishga, ya'ni bochkaga solib ustidan suv solamiz. Mana ustidan suv solib ezib qo'yamiz, ya'ni suvga ivitib. Yaxshilab ivigach, unga kepak, ya'ni bug'doy kepakni aralashtirib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni yaxshi yeydi. Boshqa yemlarga qaraganda yaxshilab yeydi. Buni kuniga 2 mahal beramiz, ertalab va kechqurun. Bu somondan oldin yem beramiz. Bunga mana shunday chelakka yem zetib, ya'ni yem tayyorlab beramiz. Bunga mana shunday guruchni maydasi, ya'ni guruchni kepagi ketadi. Bu guruchni kepagidan har bir chelakka, ya'ni mana shunday idishga ikkita, mana shunday kuruchkada ikkitadan solamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ikki quruchka, har biriga ikkitadan. Bunga yarim chelak suv ketadi har bitta molga va qo'rim ham beramiz. Xoltaga ahamiyat bermaysizlar, bu yirtilib qolganda shunga yonboshlab qo'yib ochyapmiz. Mana shunday qo'rimdan har biriga 1,5 quruchka ketadi. Bu suvni o'ziga shimib olib ko'payadi, ya'ni ishadi va molga yaxshi ozuqa bo'ladi. Bu juda ham suyuq bo'lib ketmasligi kerak. Sababi juda suyuq bo'lib ketsa, molning ichi ketib qolishi mumkin. Ya'ni juda suyuq narsani u tez hazm qilib tashlaydi va unga yaxshi foyda bermaydi. Shuning uchun sal quyuq qilib beramiz. Juda quyuq bo'lib ham ketmasin. O'rtacha quyuqlikda bergan yaxshi. Bunga faqat yem bilan boqish to'g'ri kelmaydi. Orada mana shunday bu makkani poyasi, ya'ni makkani poyasini maydalab beramiz. Bu faqat yem bilan boqgandan yaxshi. Bir mahal bu yemdan ham, bunaqa o'tdan ham berib turish kerak. Shunda yaxshi hazm bo'ladi. Mana shunday o'tlarni tashlaymiz. Yemni necha mahal berish kerak desa, boyagi yemdan kuniga 1 mahal ertalab va undan ketidan somonga yem qorib beramiz. Kechqurunga keladigan bo'lsak, kechqurun yana bitta yem yasaymiz. Uni keyingi videolarda qo'yib boramiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.